قىپقىزىل يالغانچىلىق. ئاپتورى Bill Gertz. كوممۇنىست خىتاينىڭ دۇنياۋى ھۆكۈمران بولۇش ئىستىكىنىڭ ئىچ يۈزى. Birinchi bab, كوممۇنىستلار قانداق كاززاپلىق قىلىدۇ? İkinci qism. Xitoy bu ish haqida birər yilg'icha gap o'ynatib, rost gapni qilg'il unimidi. Beijing shu qitimliq sinoqdan 1 yil o'tay degandimi? 2007 1 ayning 15 kuni Amerika tarafidan diplomatik yo'llar orqali o'ttirib qo'yilgan savollarning nurg'uniga ishkirlab tushuncha bermadi deyilgan edi Amerika Davlat ishlari mahkamasining maxfiy telegrammasida. Xitoy harbiy doiralari shu qitimliq sinoqni ilmiy tajriba deyish orqali Amerikani aldidi. Xitoy Xalq ozodlik armiyasining amaldorlari Amerikaga ziyoratga kelgan maqomdoshlarga sun'iy hamro qoldiqlaridan va u shakllantirgan tahdiddan voyim yeyishning ahvolini mubolag'alashtirayotganlik bo'ladiganligini aytdi. Sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqining zilzilasi ana shu ravishda suslashtirildi. 2007 5 ayga kelgandimi Xitoy Xalq ozodlik armiyasining generali Gobaoshun Amerikaning shu vaqtdagi Tinch okean qo'mondonlik shtabining 4 yulduzliq generali Timothy J. Kettinga aniq bir javob bergili unamagan edi. Yuqori darajalik Xitoy ofitserlari yaqinda Amerika Davlat mudofaa ministri Robert Gates va Davlat mudofaa ministrligining bosh yuqori darajalik amaldori bilan o'tkazgan bexatarlik dialoglarida Amerikaning shu qitimliq sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqi haqidagi andishlariga qarta hech qandaq amaliy javob bermadi deyilgan edi yuqorida qayd qilingan telegrammada. Xitoy Kompartiyasi Markaziy partiya maktabi Xalqaro strategiya institutining akademiki Chin Jilay 2007 1 ayning 26 kuni Amerika elchixonasining bir siyosiy amaldoriga shu qitimliq sinoqning Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Xujintauning xabarsiz va buyruqsiz elib berilishining mumkin emasligini aytgan. Davlat ishlari mahkamasining 2007 1 ayning 31 kunidagi telegrammasida yuqoridagi dialog tilga ilingan va telegramma maxfiy deb eskartilgan. Amerika diplomatlarining Xitoy rahbari Xujintauning shu qitimliq sinoqdan xabari bor yo'qligi haqida savol so'rashi Amerika diplomatiya sohasidagi nurg'un kishilarning Xitoyga moyil ko'z qarashini ifodalab berdi. Chin Jilay bilan paranglashgan, yuqorida tilga ilingan bu siyosiy amaldor ashundaq savolni so'rash orqali Xitoy harbiy doiralari Xitoy rahbarlarining xabari yo'q yoki buyrug'i yo'q ahvolda o'z oldiga ish qilib ketgidek bir holatni o'ttirg'i chiqarishga uringan. Xitoy Kompartiyasining armiyani favqulodda qattiq kontrol qiladiganligidan iborat reallikqa nisbatan bu to'limi bema'ni qarashdir. Telegrammada ko'rsatilishicha, Chin Jilay Xitoy Kompartiyasining ideologiya liniyasiga varislik qilgan asosda shu qitimliq sinoqni hech qancha ish emas degan. Professor Chin Jilay Polovning Xitoyning olam boshlig'ida harbiy harakat bilan shug'ullanmaslikdan iborat oshkor maydoni bilan bu qitimliq sinoqni elib berish orasidagi zidlikni qandaq tushunimiz degan savolga qarta Xitoydek qudratli davlatning bundaq sinoqni qilishi to'limi normal ish degan nuqtani takror ta'kidlagan va shu qitimliq sinoqning tahdid deb qaralmasligi kerakligini, shundaqla boshqa davlatlarning bu ishga ziyoda inkos qaytarib ketmasligini umid qiladiganligini aytgan.
Shuningdan 2 oy o'tgandan keyin Amerika elchixonasi Beyjingdan yo'llagan boshqa bir telegrammada yana ochiq shaklda Amerika hukumatini Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqi haqida Xitoy Kompartiyasining xato uchurlari bilan ta'minlayotgan Xitoy olimlar to'g'risida doklad berilgan. Xitoy Bosh ministeri Wen Jiabao shu yili, ya'ni 2007-yili 3-oyda Beyjingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning shu qatimliq sinoqda Amerikani nishonga olmaganligini va Amerikaning Rossiya bilan Xitoyning olam bo'shligida qurol cheklash jihatda xalqaroliq kelishim imzolash tirishchanligini qo'llash kerakligini ta'kidladi. Qurol yaroq kontrol qilish kelishimlari orqali raqiblarni cheklash Sovet ittifoqining va keyingi Rossiyaning strategiyalik quroli edi. Xitoymo olam bo'shlig'i mudofaasi jihatda Amerikani cheklash uchun o'xshash taktikani ishga solyapti. Wen Jiabao Xitoyning olam bo'shlig'idan tinch usulda foydalanishini qo'llash, shundaqla uningdagi qurol yaroq raqobatiga qarshi turishdan iborat maydoni o'zgargani yo'q deganlarni ta'kidladi va aloqador davlatlarni, ya'ni Amerikani olam bo'shlig'idan tinch usulda foydalanish jihatda mumkin qadar baldiroq kelishim imzolashga chaqirdi. Xitoy bilan Rossiyaning boshqa davlatlarni olam bo'shlig'i qurollarini cheklash uchun kelishim tuzishiga oldirtishi kommunistik munofiqlikning eng yuqori pallasidir. Beyjing bilan Moskva talab qilayotgan kelishim Xitoy 2007-yil qo'yib bergan SC-19 tipliq boshqariladigan bombaga o'xshash yerdan bevosita o'rlaydigan to'sqichi boshqariladigan bombalarni cheklaydigan maxsus bir moddani o'z ichiga oladi. Wen Jiabaoning Xitoyning harbiy inshootlarining ko'lami cheklik, shundaqla o'z bexatarligini, mustaqilligini va egilik huquqini qo'g'dashni maqsad qilgan va tamoman ochiq oshkoridir deyishi. Xalqaroning Xitoyning harbiy jihatda dunyoga xo'ja bo'lish planiga qaytiradigan inkosini cheklash uchun qilingan yana bir kazzopliqidir. Wen Jiabaoning Xitoy sun'iy hamrohga qarshi boshqarilgan bombasini orqali hech qanday kelishimga xiloflik qilgani yo'q degan so'zi xato. Chunki 1967-yil tuzilgan Xitoymi imzo qo'ygan tashqi olam bo'shlig'i kelishimining 9-bobiga asosan Beyjingning olam bo'shlig'idan tinch shaklda izlanayotgan va uningdan foydalanayotgan boshqa davlatlarning faoliyatlariga ziyonliq ta'sir yetkazishi mumkin deb qaralgan har qanday harakatni qo'llanishdan ilgari masalani xalqaroda muvofiq shaklda kengashish majburiyati bor. Xitoy sun'iy hamrohga bo'lgan boshqariladigan bomba siniqi jihatda izchil ochiq oshkor bo'lmaganligi uchun Amerika Xitoy bilan bo'lgan olam bo'shlig'iga aloqador hamkorlikning salmiqini tuvallatdi-yu, tal-to'kis to'xtatmadi. Ammo Xitoy buningga ancha parvo qilib ketmadi va Amerikadan olam bo'shlig'iga aloqador texnikalarni oshkora va yoshirin shaklda qo'lga kirgizishni davomlashtirdi. Ana shu texnikalar Xitoyning olam bo'shlig'ida urush qilish iqtidorini kuchaytgan edi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining ichki hujjatlariga ko'ra, Xitoy o'zining boshqariladigan bomba programmalarining tamoman ochiq oshkor ekanligini da'vo qilgan. Bu boshqariladigan bombalar dengiz armiyasi bilan birga zamonaviy Xitoy armiyasining asosiy qismini tashkil qiladi. Davlat ishlar mahkamasining 2007-yil 11-oyning 28-kunidagi bir telegrammasida Xitoyning SC-19 tipliq
boshquriladigan bombasining Ukraina ta'minlagan inertsiyalik boshquriladigan bombani yetaklash sistemasidan foydalanib yasab chiqilganligi qayd qilingan. Məxfi deb belgi silingan mazkur telegramada Amerika 2007-yili 8 ayının axırda Ukrainadagi qurol yaroq ombiri loyihalash idorasining 9 ayının başlarında Beijing Alam Boşluqi Kontroli Əslihalari İnstitutining vakillar ömigi bilan Alam Boşluqida yo'l başlığıcı sezgüch haqida muzokiralashmoqchi ekanligiga aloqador uchurlarni qo'lga tushirdi deyilgan edi. Ularning muzokirasi Ukrainaning Kiyov va Xarkov shaharlarida o'tkazilmoqchi edi. Telegramda yana shundaq deyilgan. Biz Ukraina taraf ta'minlagan har qanday olam boshliqida yo'l boshlig'uchi sezgüch texnikasining Xitoy tarafidan, ya'ni raketa degandek olam boshliqi to'shig'uchilarga suv osti kemasidan qo'yib beriladigan boshquriladigan bombalarga yoki Xitoyning bevosita o'rlaydigan CS-19 tipliq boshquriladigan bombasiga ishiltilishidan andish qilamiz. Mazkur sazgur yana yulduz qo'g'lig'uchi yoki gro kompas degan nomlar bilan tonilgan. U yulduzlarning nisbiy o'rnini sizib va o'lchab, uning yulduzlar to'pidagi aniq o'rnini belgilaydi. Mazkur sazguch olam uchquchisiga, olam bo'shlig'i to'shig'uchisiga yoki boshquriladigan bombaga o'rnatilganda egizligini to'g'ri o'lchayalaydi. Bu sun'iy hamrohni nishonga ilishdiki halqiliq iqtidorlarning biridir. Buningdan sirt Xitoyning texmi ishkirlab sun'iy hamrohga qarshi boshquriladigan bombasini qilish planimiz yo'q degan gapiningmi yolg'onligi 2010-yili 1-ayning 11-kuni dalillandi. CS-19 tipliq boshquriladigan bombaning havo rayi sun'iy hamroyini pachaqlab o'tishidan shakllangan vayron qilg'uchi qoldiqlar va bu jihatdagi kuchlik e'tirozlik sabablik Xitoy o'zining sun'iy hamrohga qarshi boshquriladigan bomba sinoqlarini boshquriladigan snaradga qarshi, ya'ni mudofaa xarakterlik boshquriladigan bomba sinoqlaridek ko'z tutib qilishga boshladi. 2010-yildagi sinoqda Xitoy Xalq Ozodlik armiyasining boshquriladigan bombadan mudofaalanish ishlariga mas'ul 63618 qismning bazasi bo'lgan, ya'ni Sharq Turkistonning Korladagi boshquriladigan bomba sinoq markazidan qo'yib berilgan yana bir SC-19 tipliq boshquriladigan bomba ishlatildi. Mazkur boshquriladigan bomba bu qatim sun'iy hamrohni emas, balki Shuangchengzi shahridagi olam bo'shliqi va boshquriladigan bomba markazidan qo'yib berilgan CSS-X-11 tipliq o'ttir musofiliq boshquriladigan bombani o'ngishli holda etib tushirdi. Amerikaning boshquriladigan bombadan ogohlantirish sun'iy hamrohlari bu ikki boshquriladigan bombaning yer yuzidan 155 mil, taxminan 250 kilometr egizlikda so'qishganligini va buning bo'shliq orbitasida qoldiq shakllantirmaganligini bayqagan. Mazkur sinoq shu kunila Xitoy davlat taratqullari tarafidan, ya'ni tövəndikidək xəbər qılınğan. 1-ayning 11-kuni Xitoy o'z territoriyasi ichida yer yuzidan qo'yib berilgan o'ttira musofirlik boshquriladigan bombani etib tushirish texnikasi siniq ishladi. Sinoqda ko'zlangan nishon ishga oshirildi. Mazkur sinoq mudofaa xarakterlik bo'lib, hech qanday bir davlatni nishon qilmagan. Lekin Amerika Davlat ishlari mahkamasining
bir telegrammasida bu haqda boshqacha ko'z qarash o'ttirib qo'yilgan bo'lib, uningda bu qitimliq sinoq Xitoyning ham sun'iy hamroqqa qarshi boshqariladigan bomba texnikasining ham boshqariladigan bombadan mudofialanish texnikasining texmi ilgirlaganligining ifodasi deb mo'ljallanmoqda. Amerika o'zining bu xil mo'lchirini dalillash uchun oshkorlashsiz zarur bo'lgan uchurlarning sazgurligini nazarda tutib, Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatiga topshirdigan notida 2010 yildagi SC-19 sınıqını ilgirki, ya'ni 2007 yildagi sınaq bilan bog'lab tilga olmaydi. Buningdan boshqa 2013 yili va 2014 yili, ya'ni harbiy ham fuqaroviy sohada ishlatiladigan sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba va boshqariladigan bombadan mudofialanish sinoqlari elib berildi. Shundaqla bular birdak Beijingning sun'iy hamrohni vayron qilish iqtidorining kuchayganligi deb mo'ljarlandi. Xitoy harbiy doiralarimo xalqaroning Xitoyning sun'iy hamrohga qarshi boshqariladigan bomba siniqiga bo'lgan e'tirozlarni besiqtirish uchun planlangan ochiq kazzaplık va tashviqotlarga ishtirok qildi. 2007 yili 1-ayning 19 kuni, ya'ni olam bo'shliqidagi ashu qitimliq vayron qilg'uchi sinoq elib berilib, 8 kundan keyin Xitoy Harbiy Fanlar Akademiyasidagi Xitoy Xalq Ozodlik Armiyasi generali Pingguangchen mundaq dedi. Amerikaning nervisi ojizlashib qopti. Xitoy allaqachon olam uchquchilarini olam bo'shliqiga chiqarish va qaytirib kelish iqtidorini hozirlab bo'ldi. Texnikalik til bilan aytganda, olam uchqusini bu qadar to'g'ri kontrol qilish iqtidoriga ega bo'lgan yerda bo'shliqdagi bir sun'iy hamrohni pochaqlab o'tish odatdagi bir texnika xolos. Lekin yanada ta'kidlashga tegishli bir nuqta shuki, Xitoyning olam bo'shliqidagi izlanishlari butunlay tinchlikparvarlik va mas'uliyatchanlik bilan elib berilmoqda va insoniyat uchun baxt yaratmoqda. Xitoy har vaqt olam bo'shliqini harbiysizlashtirishni tashabbus qiladi. Hozirgacha Xitoy olam bo'shliqida har qanday harbiy harakat bilan shug'ullanib boqmadi. Pingguangchen shu qatimliq sinoq to'g'risidagi xabarlarni Amerikaning Xitoyni dushman qilib ko'rsatishi orqali dunyoviy zo'ravonligini texmo bak joriy qildirish uchun qilgan harbiy urinishi deb inkor qildi. Xitoy o'zining sun'iy hamrohga qarshi 3 xil o'xshamagan boshqariladigan bombani tadqiq qilayotganligi haqida yolg'on aytishni davomlashtirdi. Bu xil qurollar Xitoy tarafidan qotil xanjiri quroli deb ataladigan bo'lib, bu ojiz tarafni o'zidan kuchlik raqibini yengish imkoniyatiga ega qiladigan qurollarni ko'rsatdi. Davomı var.